to begin. And if you have a minute, why don't we go? Hakkı Bek bana gel. Buldum ağzı yaptık. Assalomu alaykum, jallimsiz. Amasa keldingizmi? Voy voy boya qarab. Boya qarab. Takruzbek gel bana. Takruzbek erkeğin bayçağında. Erkeğin. Biz dayan teşkil versen maşını yoladık, toy yoladık. Şöyle. İyi bilen görüşürken. Ya video alışma lan. Ve hem Şönərlərdən Cahangir beydən işə oturğanda xeyrən qatdıq mı? He, yaş getdi. Doğrudan doğru Xuday tala duası etədən adamlayandı, he? He. Allah de sağ ol. Çevirgen aziz mehribanım dur gel bugün alemler dur gel güne Ne bir canlı çıkar? dur gel güne mene dünyaya çevirgen aziz mehribanım dur gel güne ailemız ne Dünyada, o mekanı
Sen birini aldın. Ben en yakında göreceğim. Yok. Yaxshi, yaxshi. Koşku koyun. Harimey. Harimov. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый, но зато календаря. Хоть на Yerdim. Assalomu alaykum mehmonlar. Alaykum fayzli xonadonimizning fayzli mehmonlari va mezbonlari. Davud mahallasine gelişimizni asl sababchisi bo'lgan, shunday bir chiroyli fayzli xonadonimizga gelişimizning sababchisi bo'lgan Anabiyonajon tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin onajon. Sizday go'zal, yuzlaridan nurlar yog'ib turgan farishtalar ayolning tug'ilgan kun ekan. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deyman onajon. Sizdagi dunyo saodatini yaratgan egamning ofiyatini tilayman onajon. Borar yo'llaringiz Makka-yu Madina, bosgan yuzlaringiz esa payg'ambarimiz izlari bo'lsin onajon. Oila atalmish muqaddas qo'rg'onimiz bekasi bo'lib, oilamni nafosatga to'ldirib yashanglar. Omonat dunyoda omon bo'lmaysiz, shirindina joningizni doim omon asrab avayla bering onajon. Farzandlaringiz nomidan, barcha nabiralaringiz nomidan, o'g'il-qizlaringiz nomidan, shu darada turgan barcha yaqinlarimiz, barcha qarindoshlaringiz nomidan tabriklayman onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim 100 yoshlarga kelganingizdan qatoridan kam qilmay, shu yerda turgan hamma yaqinlaringiz yonidan tabriklab turish nasib etsin onajon. Eng yomon kuningiz shunday bo'lsin ilohim. 6 qiziniz, 5 o'g'ilni tarbiyalab, shunday uyli, joyli qilib, hammasini kasbli korli, uyli, joyli qilganingiz uchun sizga tashakkurlar bildiramiz onajon. Farzandlaringiz aytdilar, bizni anajonimizni dum yaxshi ko'ramiz. Allohimdan minnatdormiz, bizlarga shunday onani ona qilib bergani uchun. Hech qachon hech kimni onasini havas ko'zlari bilan boqqan emasmiz. Qanada mana shunday onam bo'lsaydi degan gapni hech qachon og'zimizga olmaymiz. Agar biza bilib bilmasdan onajonimizni ko'ngillarini olib qo'ygan bo'lsak, yan xafa qilib qo'ygan bo'lsak, onajonimiz bizani kechirsinlar. Bugun biz onajonimizga o'zlarimizni rahmatlarimizni aytmoqchimiz deb aytdi. Nabiralaringizdan bizani qo'llarida ko'tarib qo'ygan onajonimizdan minnatdormiz. O'zlarimizni rahmatlarimizni aytamiz. O'zi yemin yedirdi, giymin giydirdi, ichmin ichirdi. Fakat bizdan o'ylagan jannati onajonimizdan rozimiz va boshimiz yeradigancha onajonimizni bugun ta'zimlar qilamiz deb aytdi onajon. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Farzandlaringizni baxt, barcha yaqinlaringiz baxtini sog' omon bo'lishingizni, dunyo birinchi turishingizni tilayman ilohim. Eng yomon kuningiz shunday bo'lsin ilohim. Yolg'iz o'ynab kulib,
Şimdi onlar kızlarınızı baktınız, sağ aman buluşunuzı dilemen anacan, ömrünüz uzak olsun. İlahım sizden yaşınızı bizlere yetirgen ilahım. Sizle yaşınızdan ötürü yürüyüş nasip etsin ilahım. Hemen ilahım. Ömrünüz uzak olsun. İlahım kelesi yaşında olan günlerizde, farzatları zamanla, hac, umre seferlerine yollanmalarını tapşırıp oturgayla ilahım. Allah'ımla Beytullah'ına barganızdan tebrikler oturuş nasip etsin anacan. Ömrünüz uzak olsun ilahım. Anacan farzatları zamandan çürüğüyle şiroku beştiremem. Belki farzatları zamandan kabul etesiz. Bolam kiysin diye gelip ettik hiç. O'zi yangi ko'ylaklar kiymagan ona. Hattoki bir burda nonni ham bizsiz yeyishlikka ko'zi kiymagan ona. Salgina dard cheksak buzilib tinchib, dardimiz ko'proq uni qiynagan ona. Bir zamonlar bizga aylanib aytib, indish ko'ylaklar kiymagan ona. Termulib bizlarning qoshu ko'zimizga qoshiga o'smalar qo'ymagan onam. Yangi ko'ylaklar kiymagan onam, bizni sira ko'zi kiymagan onam. Barcha farzandlaringiz nomidan qabul etasiz onajon. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Tabriklayman mana. Umringiz uzoq bo'lsin. Ortiqlar jiyanlar. Qani bir rasmlar atishib bo'lsak, keyin o'yin belgilar bilan davom ettiramiz. Qani faxrlanchilar bemalol rasmlashib olamiz. Alayız, ay parayı
ko'rpada yotib orzu qilar edik. Janjallashib, so'ngra yig'lab kular edik. Har yon tarqab ketishimiz bilar edik. Bugun sizni sog'indim men, jigarlarim. Opajonim tuproqdayin hoksorligim. Singlim meni ba'zan ko'ngli abgorligim. Ukam ota-onamdan so'ng yodgorligim. Bugun sizni sog'indim men, jigarlarim. Dasturxonni atrofida jim bo'lardik. Birimiz yo'q bo'lsak agar kam bo'lardik. Betob bo'lsak ko'zlarimiz nam bo'lardik. Bugun sizni sog'indim men, jigarlarim. Opam ketdi palaxmon tosh ipin ushlab. Singlim ketdi o'zga uyga tilin tishlab. Ukam esa yuribdi-da o'z dilin xushlab. Bugun sizni sog'indim men, jigarlarim. To'y maraka bo'lsagina yig'ilamiz. Oilam deya yig'ganimiz ilinamiz. Axir biz ham bir qorindan tug'ilganmiz. Bugun sizni sog'indim men, jigarlarim.